Dada, uravermang, ishkal bo'ladi hozir. Birga urib yurg'izma shuni. Nima uraverasiz? Sizdan boshqa haydolmagansiz-ku. Men boshida ham haydaganman. Hozir sizga ham haydash yo'lga tabiiy odam bo'lib kelaman. To'xtab turing. Liboynovki. Bobo, ishkal. Mashimani shu. Ha, qayerga tushmoqchisiz? Ko'rishsa birga urib yurg'izma shuni. Xo'p, dada. Nima ko'chirasan? Nima ko'chirasan? Bosing, bosh kelmang, bosing. Dada, yana ishkal bo'ladi hozir. Hozir o'ldirib qo'yaman. Telefonda nima ko'ryapsizing? Ha? Ha, aylakni movet ko'ryaptirim. Dada, berma telefonni. Yandex ekraniki. Mana bu nima? Ha, nima qildi? Siz ham ko'rgansiz o'shingizni bunaqa narsa? Men sendaligimda faqat kitob o'qiganman. Mana sen. To'xtab turing, siz bilan gaplashaman. Bobo, ishkal. Kim aylakni movet ko'ryapti? Ana belini sindirar. Bobo, dadamni qarang, sendaligimda kitob o'qiganman deb uryotibdi. Rostdan ham yoshligida kitob o'qiganmi? Yoshligida yonimda bo'ladi. Padaringga la'nat. Nodon sigaret chekib, rasm nimani rasmiydi? Tomi Jerry'ni rasmiydi oddiy. Tomi Jerry dedimi? Ha, uyatsiz iflos. Sen kitob o'qiganmiding? Ha, bir marta o'qiganim kitob dada. Bo'sin bobo, bo'sin, bo'sin. Yo'qol ko'zimga ko'rinma. Sen nima ko'ryotding, berchi? Bor yo'qolgan ko'zimga ko'rinma. Ya bobo, biz jigarmiz-ku. Men senga bor yo'qol deyapman. Bo'pti bobo. Voy, buni qanday o'zimni telefonimga tashib olsam bo'larkan? Dada, hozir yana ishkal bo'ladi. Otang bilan ana qanday gaplashyapsan? Dada, oyog'ingizni hiddan mushugimiz o'ldi. Endi meni ham o'ldirmoqchimisiz? Yuvib keling. Mani xona o'llab ketgan. Meni oyog'im sasimayapti dedim senga. Dada, mani xona yonib ketgan. Qanday sasimasligi mumkin? Oyog'ingizni bitta ko'ringki, qurtib tushmabdimi oyog'ingizga? Hozir ko'raychi. Yo'q, hali qurtlamabdi lekin. Yaxshilikcha aytdim, qilmadingiz. Ishkal bo'ladi, qo'shmay turing. Bobo, mana yerda yomon qattiq ishkal bo'lyapti. Söktüp kanalda Ana nima ishkal bo'lyapti? Bobo, mani dadamga ayting, oyog'ini yuvib kelsin, qurtlab ketgan. Hidi burnimni o'rnashib qo'ygan. Benzinda yutsam ketmayapti bu xil. Seni dastingdan bolaligingga ham uyda o'tirib bo'lmasdi. Qachon yuvding oyog'ingga oxirgi marta? Ha, u kuni bir chekkana bir narsani bosib oldim. Ha, o'shanda yuvdim-ku yaxshilab oyog'imni. Hali bir hafta ham bo'lmadi. Bir hafta? Dada, futbol tugadi, ko'p tashaveraymi? Qayerdandir o'lik hidi kelyaptimi? Dada, normalni o'ynang, ishkal bo'ladi hozir. Padaringga la'nat, boshqacha o'ynashni bilmayman deyapman men. Yaxshi gapni tushunmadingmi? Endi ishkal bo'ladi. Bobo, ishkal. Yana nima ishkal bo'lyapti? Bobo, dadamga ayting, normalni o'ynasin. Ertaga выпускnoyimda hamma o'tinlar normalni o'ynaydi. Dadam bo'lsa bir g'alati o'yin o'ynayapti. Qani bitta o'ynachi? Dada shartmasdir balki, ha? Ber padaringga o'yna dedim men senga. Zo'rmi dada? Nima o'yin? Nima o'yin bu? Endi nima qilamiz, bobo? Men borib o'ynaymi выпускnoyingda bo'lam? Rostdan o'ynashni bilasizmi, bitta o'ynangchi? Ha, o'ynashni qo'yillatib qo'yma, qarab. Vukkuni qo'y. Va onasini ensi. Dada! Ya, ichtonmi bu? Dada, zo'r narsa o'rgandim, qarang. Bir narsa olgan. Qilig'ini orqa go'ngxonangdan bir kanami, tarakammi chaqdimi deyman. Na, o'g'lim, chaqqan. Chaqmabdi lekin. Bu padaringga. Dada, bitta o'pay. O'pay?
bir narsa bor, o'pgani. Beraymi o'shani bir ta'mini ko'rmaysanmi? Hayır, bu bitta narsani o'pmayman lekin. Qo'limda mana, qo'limdan o'p. Ha, qo'lingizni aytdingiz. Men bitta narsa deb o'ylabman hozir. Shoshmay tur, hozir men seni bobongga aytib urdirtiraman. Söktüp kanım dekran. Dada, nabirangiz. Ya o'g'lim, bitta o'pay. Dada, bir o'pgani bir zo'r narsa bor. Dada, men jisman chiqib. Bobong ham ichibdi. Hozir men seni o'zim tarbiyalayman. To'xtang dada. Sizga ham zo'r narsa olib kelganman. Nima? Dadamga aroq bersam dadam urmaydi deb o'ylaganmidi? To'g'ri o'ylabsan, bolam. Dada ishkal bo'ladi hozir. Padalissa xalqim bor. Nimaga yana ishkal? Dada, Aziz aka bor-ku, o'shamisiz siz? Yo'q, nimaga? Ha, unda uyda nimaga turibsiz yuribsiz? O'g'lim so'zmay qo'yibmanda, shart shunaqa qo'yib qoldi, o'g'lim shart. Agar ertaga uyg'onganimda dadajonim, labimni uchib toshib ketgan bo'lsa, bobomga aytaman. Ha, jal toshib yuboradigan emas-ku. Menda toshib ketadi dada, shu menda. Sabab o'g'lim boshqa qilmayman deb. Okey, omgir, Padalissa do'stlar, qizartiramiz Padalissa. Söktüp kanım. Ana endi ishkalli boboni bo'ladi. Bobo ishkal. Yana nima bo'lyapti? Bobo, dadamning qilig'ini qarang. Padalissa do'stlar, men ham shart beray bunga ezilib ketdik do'stlar, Padalissa. Undan ko'ra pul topsang bo'lmaydimi? Undan kuniga $400 ishlayman. $400? Padalissa nevaralarim, bolalarim Padalissa. Jiyan, o'g'lim bilan urushasanmi? Ya urushmayman. Gup beraman. Ushaman. Qani, kim? Turga qol urush. Dada meni girisham bor. Turga qol urush sening padaringni. Nechin sinfsan o'zi sen? 3-sinfman. 3-sinf? Men 9-sinfman. Yo'raman. Nima deding? Ya, tushunmas ekan. Bobomga aytaman, ishkal bo'ladi, qarab turing urushtirganim uchun. Bobo, ishkal. Söktüp kanım Yana dekran. nima ishkal bo'lyapti? Bobo, dadamni qarang, katta odam bilan urishtiryapti meni. Padaringlar shoshmay tur. Ey qo'shni, o'g'lim bilan urushasizmi? Ya uyaltirmang, 85-yil kap-katta odam bo'lsak xijolat qilmang. Aroqmi? Qani kim bilan urush kerak? Turga qol urush. Girisham bor, dada. Zahvat olaman hozir. Ha, xo'p. Nechinchi yilsan o'zi? 85-yilman. Men 83-yilman. O'ldiraman, tushundingmi? Nima deding? O'g'lim boya nima qiluvdi? Tushunmas ekan. Voy, qo'rqib, tosh ber, tosh. Dada ishkal bo'ladi hozir. Ya, eshitmaganlik bo'lyaptimi? Bo'l bobomni chaqirib kel. Bobongga aytmasa mana tushyapman bo'l, bobongga aytmasa. Tez-tez tushing dada. It urushyaptimi? Qaysi kuchuk? Ya. Dada, nima qilyapsiz hozir? Og'iz chayqayapman, bolam. Og'iz chayapsiz, ha? Og'iz chaygani bir zo'r narsa bor, dada. Berardim. Dadam sizda. Man! Toshkanluman! Bilaman. Bir mazza qilib o'ynaymiz. O'tirmana qilkansiz. Sot qo'yib uribsiz ekalang, men o'rtog'im bilan sendayligimda. So'q 2-chaqa urushida frontda xizmat qilganman, bilasanmi shuni? Dada, nechinchi yilsiz? 83-yilman. Ha, 83-yilmisiz, dada. Nimaga o'zi meni aldayapsiz? Otasiga baqirayaptimi? Meni urdingizmi? Hozir haqiqatan ham urushda qatnashgan odam bo'lib kelaman. Shoshmay turing, ketdik. Bobo, ishkal. Söktüp kanım dekran. Ay. Yana nima ishkal bo'lyapti? Qarang, bobo meni dadam bilan o'rgida o'tirgan sassiq meni uryapti, urushda qatnashganman deb aldab.
Senlar urushda qatnashadigan bo'lib qoldingmi? Bir ko'zli dev bor, bir urushmaysanmi? Ikkalanga bir o'zi urushadi. Ha, u bilan urushmayman dada. Urushamiz. U yomon. Bug' o'ldiradi kalamiz. Iflos. Siz ham urushda qatnashmagansiz-ku, dada? O'ldirvaraman. Dada, ishkal bo'ladi. Dada! O'g'lim, hammasini tushuntiraman. To'xtang, qayerga ketyapsiz? To'xtang. O'g'lim to'xtagin. O'z ishkal bo'ladi, qarab tur. O'g'lim faqat bobongga aytma. Mana shirinlikda yegin nima? O'g'lim, qayerda oldingiz dada buni? Ha, bo'lam bu a'lo shirinliklarda O'zbekistondagi o'g'lagan magazinda olishing mumkin. Ta'mi juda ham mazali. Ha, bo'pti, bobomga aytmayman, zo'r ekan-da. Sizni hali o'g'lingiz bormi? Siz menga qirchillama yigitman deganingiz-ku? Ha, mana qirchillama yigitman-ku, to'g'rimi bo'lam? Dada, siz qirchallama yigit bo'lib qoldingizmi? O'z ishkal bo'ladi. So'kdim Bobo, qonimda ekran. ishkal. Ay. Yana nima ishkal? Bobo, dadamni qarang, o'ziga yangi xotin topibdi. Головами, таковным. O'zim Marsloni. O'ldirvaraman. Dada ishkal bo'ladi hozir. Kim keladi, qayerda bo'ladi, bormaysan dedi. Ha, Jennifer Lopez kelarkan dada maktabimizning sport zaliga. Jennifer Lopez'in kim? Mana dada, mana artist kelarkan Jennifer Lopez. O'g'lim, meni ham olib ketasan-ku, shu ham men boray. Nima? Hozir bobomga. Bobongga qilma, bobongga qilma. Bilasiz, shuni telefon qilaman. O'ldirvoradi. Bormayman, bo'lam, bormayman. Borib yurmang dada, men ketdim, bo'pti. Jo'ra, anarda o'ynayotgan-ku. O'q bilan ketib ko'ramiz. Yurchi. Dadammi? O'laydi, ishkal bo'ladi. Bobo, ishkal. Ay. Yana nima ishkal bo'lyapti? Nima qilyapsan? Dada, bir bo'shlikka eslaydi yonimda. Dada, ishkal bo'ladi hozir. To'g'ri gapiringiz bor. O'g'lim, otaga unaqa baqirib gapirish yaxshi emas. Nimaki bo'lishidan qat'iy nazar, men seni otangman. Bu nima qiliq, dada? İşgal bo'ladi. Bobo, ishkal. So'kdim qonimda ekran. Ay. Yana nima ishkal bo'lyapti? Bobo, dadamlarga qarang. Gapiradigan bo'lib qo'ygan. Videolarni ko'p ko'rganman-da bir narsa deng. Padaringga la'nat, yoshing 50 dan o'tdi. To'g'ri gapirmaysanmi? Otajonim, siz nima desangiz shu, lekin bitta gapimni unutmanglar. Senga ham, sizga ham Alloh ijob bersin. Yana bir marta kallangga qisang, bo'yningizni aqvatda sindirib tashlayman. Dada, ishkal bo'ladi hozir. Nimaga bobomni telefonni sindirib qo'ydi? Bolam bilmasdan sildirib qo'ydim, bu padaringga la'natdi. Hozir bobomga aytaman. Ha, to'xta. O'xlagan narsani yodiraman, faqat bobomga aytma. Ana oberasizmi? Ha, aniq oberaman. Nima qilamiz endi, bolam? Hozir to'xtang shunaqada. Bobom qo'lyapti ekan. Uyg'onmasdan oldin telefonni tez yangilab kelmasangiz, bilasiz zahvatni kuchi. Ha, bilaman. Ketib bo'lib kelamiz. Yuring, ishonchni olamiz. Ha, bo'ldi. Xush kelibsizlar, amaki. Bolam bizga eng arzon telefoningdan qildi. Eng arzoni deyapsizmi, dada? Telefonim qani meni? Bo'ldi. Eng qimmatidan qilib adashdim, eng qimmatidan. Yo'q, amaki, hech qaysi telefonimiz qimmat emas. Sirdaryodagi ishonch filialimizda hamma telefonlar narxini tushirib tashlaganmiz.
Arzon narxlarda. Mana misol uchun iPhone 16 Pro'imizning oylik to'lovi 1.602.000 so'mdan chiqadi. Samsung S25 Ultra telefonimizning oylik to'lov narxi attiga 1.434.000 dan chiqadi. Undan tashqari Honor X9 telefonimizning oylik to'lov narxi attiga 444.000 so'm. Yanachi? Va ushbu Galaxy A17 telefonlarimizning oylik to'lov narxi 226.000 so'mdan chiqadi. Sizga yana qanaqa telefon qilib beray, amaki? Redmi'ni qora ranglisidan qilib ber bolam. Rahmat. Yaxshi ham uyg'onmabdilar. 3 gacha sanayman telefonni ko'rsatasiz, bo'ptimi? Hop, hop. 1, 2, 3. Syurpriz! Tada! Ya, buni ham ekrani sinibdi-ku. Olding o'raman. Billy's on my big stepper, underground methods, top notch hoes, get them